Assalomu alaykum muxlislarimiz. Yana ilk uchrashuv efirda. Har safar ilk deymiz, lekin 3 yil bo'pti. Ha, ko'rsatuvimizgami? Qarang, bir pasda, ha. Yana o'sha bahor, yana o'sha ko'taring kayfiyat, yana bahor qaytarmikan Sen qaytmasang. Hey. Mana shu auditoriyada boru. Faqat ko'zimga Saydipanmi mana shu charaqlagan ro'mollari, ko'zlari xuddi shunaqa chaqnab turishiga tushyapti. Tanishtirdik. O'zbekiston xalq artisti Saydaxonim Rametova. Opa, doim shunaqa go'zal bo'lib yuring, iloyim. Umringiz uzoq bo'lsin. Go'zalsiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan go'zal aktrisamiz ustozimiz Xosiyatxonim Husanova. Ko'rsatuvimiz xosiyatli bo'lish uchun biz Burjuddin amakimizga ham murojaat qilamiz. Burjuddin amaki nafaqat yoshlarga, yonlarida amma xolalarga ham nima deydi, turtki bo'lib, suyanch tog' bo'lib turibdilar. Bir savolim bor edi sizga. Mana hozir Saydaxonga qarab turib, ro'mollari yalt-yult qiladi, ko'zim tushadi. Menga qarasangiz nima tushadi sizga? Sizga qarasam bolaligim esimga tushadi-da, mana shu odam, mana shu kishi menga ertaga aytib berib uxlatib qo'ysa deyman. Ana. Ertak chiqishlarga o'xshaysiz. Ha, shunaqami? Voy, sizga qarasam sangullagan soqolingizga ko'zim tushadi. Voy, soqollaringizni yulmagim kep ketadi-da. Soqollari. Nima ish qildim? Soqollari silkinlaydi yurganda. Hey, kishtag. Hey. Vahay. Vaha. Kishtag. Kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Mana shunaqa yuqori kayfiyatda ko'rsatuvimiz boshlasak ham bo'ladi, Jamshidjon. Albatta. Yigitimiz marhamat. İlk uchrashuvga kelishdan maqsadim o'zimga mos juft topish. Meni orzuyimdagi qiz o'ziga yarasha chiroyli, aqlli, odobli bo'lsa bo'ldi. Tashqi ko'rinishi ham qanaqadir vaziyatda muhim bo'lishi mumkin. Muhimi ko'ngli toza bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Mening ismim Islom. Toshkent shahridan. Salomat bo'ling. Uylanish maqsadida keldik. Yaxshi. Maqsad toza. Maqsad yaxshi. Jiddiy bo'lsa jiddiy bo'lib ketar ekan, kulsa kulib orar ekan. Albatta. Yarashar ekan. Men bu ilk uchrashuv ko'rsatuvini nimasini yaxshi ko'raman? Mana endi reklama degan narsa yo'q. Yo'q. O'tib ketib qolmanglar, reklama yo'q. Xo'p, ana endi qizimizni taklif etamiz. İlk uchrashuvga kelishdan maqsadim o'z omadimni sinab ko'rish. Men orzuyimdagi yigit bo'ylari mendan baland, aqlli hamda juda ham tarbiyali inson bo'lishlari kerak. Nima bo'lsa ham o'zlarini sevimli kasblari va o'sadigan kasblari bo'lsa, menga shu kifoya. Qanday daromad topsa ham hammamizga yetsa, hamda oyisini, adasini rozi qila oladigan darajada va meni rozi qila oladigan darajada bo'lsa bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Ismingiz? Shabnam. Shabnam. Qayerdansiz? Angrendan. Angrendan Shabnam degan qiz kelibdi. Yashang. Ismini chiroyliligini o'ziga o'xshar. Juda ham chiroyli. O'tirib oling, marhamat. Kiyimlari ham Endi oppoqqina bitta narsa aytaymi, ilk uchrashuv ko'rsatuvga darrovda kelin kuyovni libosini kiyib kelgan odamlarni endi ko'rishim. Birato'la. Ha. Bu to'y bo'lsin iloyim degan bir Mana shu belgida. maqsadda. Mana kuyov bola ham mana qora kostyum shimlarda. Ha? Kuyovdek kelibdi mana. Shabnam ham mana oppoqqina libos. Shabnam o'tiribdi, Shabnam. Qizimiz xolasiga o'xshatgan Xosiyat opamga juda ham. Xosiyat opa o'zingiz. O'zimga o'xshab ko'zlari pis Sochlarini ekan. qalinligi ham go'zal. Ko'zlarini qaraylar. Shabnam. Ko'zi bo'lmasin nam. Yuragi bo'lmasin g'am. Quralay ko'z Shabnam. Ana. Yaxshi keldingizmi? Islomjon. Islomjon. Qalaysiz? Xudoga shukr, yaxshi. Toshkentning qayeridansiz?
Asli Qashqadaryodan, Qarshi shahridan, hozir Toshkentda istiqomat qilaman, ishlayman. Qayerda ishlaysiz? Toshkent shahar suv ta'minotida ishlayman hozircha. Aha, suv ta'minoti. Nozik joy. Toshkentliklar bormi ichimizda deganda siz ham qo'l ko'taraverasizmi? Albatta. Men xalqlar do'stligi saroyidaligi Toshkentliklar bormi desam, deydi, men aytaman, hammasi Qashqadaryoliklar deydi. Suv ta'minotida ishlar ekan. Kuyov bola, nimaga pulimiz tugab qolsa suvni o'chirib qo'yasizlar? Ha, qani gapiring. Siri nimada? Islomjon, shu sohaga qaysi joyni bitirdingiz? Qayerda o'qidingiz? Men o'zim soham iqtisod. Iqtisod yo'nalishini bitirganman. Endi taqdir taqozosi bilan. Shu joyda ishlayapsiz. shunaqa. Shabnamxon, sizchi o'qidingiz, ishladingiz? O'qidim ham, ishladim ham. Aytib bering bizga. Birinchi kollejni bitirgan paytimizda mahallada hokimiyatda ishlaganman. Keyin universitetga topshirganman. Hozirda Toshbida o'qiyman. Ha, doktormisiz bo'lajak? Shifokorlik qaysi bo'limi? Umumiy davolash ishi bo'limi? Zo'r. Hammaga qilishdan kerak xoriz bor. bo'lgan. Tashmiyda o'qiysizmi? Albatta. Tashmiyda. Nechinchi kurs? 3. Ana. Yana 10 yil bor ekan. 10 yil o'qidim, Jamshid. Juda anaqada o'qib. Shabnam necha yil? Bakalavrimiz 6 yil, keyin magistratura yoki ordinatura 2-3 yil bo'ladi. Sohasiga qarab yana yillar qo'shilaveradi. Islom to'ydan keyin mana shuncha davom ettirasizlarmi o'qishni? Endi agar taqdir bo'ladigan bo'lsa, Qizimizni yo'q umri demayman. o'qish bilan o'tib ketar ekanda. Zo'r kasb, to'g'rimi? Bir-biringizga kasbinglar mos ekan. Bizga chunki ko'rsatuvimizga juda ko'pchilik kelib, men blogerman, men xonandaman, ko'payib ketuvdik-da, qanaqadir jiddiylashib qoldik. Chiroyli bo'ldi sohanglar. Marhamat, tanishinglar endi. Rahmat. Assalomu alaykum, Shabnam. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz haqingizda qanaqadir qiziqarli ma'lumot ayta olasizmi? Xarakteri haqida aytib bersin, ha? Xarakteringizning 3 ta jihatini aytib bering, eng zo'rlarini yoki yomonini. Oddiy qizman, vrachman, pishir kuydirdi bilaman, turmushga chiqishga tayyorman. Mana bu qiz haqida men ma'lumot berib bo'ldim. Balkim rashkchimandir. Marhamat, Shabnam. Shabnam uyalmang, marhamat. Xarakterim haqida aytadigan bo'lsam, endi o'zimni maqtab o'tirmayman. Otalar farzandini qanday qiz bo'lishni xohlasa, o'shanaqa qizman. Hey! Islom, sizchi? Siz qanaqa insonsiz? Kimsiz? Xarakterim har xil. Ayni daqiqalarda xushchaqchaq, qanaqadir vaziyatda jiddiy, qanaqadir vaziyatda asabiy. Bir xil odamlar bo'ladi, Nargiz uzr. Mana bugun kechqurun gaplashib yotdik, ertaga obedda birga boramiz. Saydapamnikida challari yoki to'y qilyapti. Bo'ldi, xayrlashdi. Ertasiga bilmayman, borgim kelmay qoldi nimagadir. Bormi? Tez o'zgaradi. Bor. Bor, Birdaniga tez o'zgaruvchilar bor. Payshanba juma deydi unaqani. Bormaymi? Ha, meni yana qiziqtirgan holat asabiyman deganda ham qildilarda. Nimaga asabiysiz shunga? Qaysi vaqtda Bu asabiylashasiz? endi o'ziga bunaqa fe'lni asabiyman so'zi bilan ishlatish g'alati emasmi mabodo? Yo ko'p asabiyni buzadiganlar bormi atrofingizda, yon atrofingizda? Men ham asabiyman, Munajjim bobo. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi dey, ana. Hayot davolaydi. shu. Marhamat, Islom. Qani? Endi inson borki, hayotda asabiylashadi, kuladi, yig'laydi. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Hozir endi aniq bir vaziyat ayta olmayman. Hayotimizda hammamizda bo'lib turadi. Unaqa asabiylashish, kulish, yig'lash hammamizda bo'ladi. Odatda nimagadir sizni bu javobingiz meni asablashtiryapti-da hozir. Asabiyman deydi, xo'sh, lekin asabiy bo'lishiga nima sababi ekan deb oldilariga bilingchi. borsam. Pul yaxshi tushsa asabiylashmaydi. Voy, Pul shu kam tushsa. paytgacha uylanmagani. Asabiylashtiryapti. Sababi shu paytgacha uylanmagani. Topdilar. Siz agar adashmasam dekabr sanasida, ya'ni oyida tug'ilgansiz, 14-sanada, to'g'rimi? Ha, shunda burchlari bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'qotar bo'lyapti ana. Endi o'qotarlar asabiylashadi to'ppa-to'g'ri. Chunki otgan o'qi manzilga yetib bormasa yoki mo'ljalla olmasa, yomon. voy shunaqa asabiylashadi. Lekin bu gal bitta o'qni otib zo'r ish qilibsiz ilk uchrashuvga kelib. Menimcha bu o'qingiz aniq manzilga borib tegadi degan umiddamiz. Chunki o'qotarlar maqsadli bo'ladi. Ha, keng fe'l bo'lishadi, keyin maqsadli bo'ladi, murodi maqsadiga yetish uchun juda ko'p harakatlar qiladi. Qaysidir ishni qilmoqchi bo'lsa, orqaga qarab chekinmaydi. Ana, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ana baraka toping, qarang, yo'q demasligini qarang, maqtan. Yo'q, ko'z tegmas. Xo'sh, endi qizimizga Shabnam xonim yaxshimisiz? Endi bular qizimiz bahorni oxirgi oylari, ya'ni mart oyini 31-da, ana
Tug'ilgan kuni ekanda ertinda. Tug'ilgan kuningiz bo'lar ekanda. Tabriklaymiz. Rahmat. Bahoray. Rost emas. Shunda siz menimcha 31-mart bo'ladigan bo'lsa, demak siz qo'y. Voy. Ana, muloyimgina bo'lib o'tirganlardan biluvdim o'zi. Yaxshi qizlar bo'lishadi. Ha, yaxshi. Ilon yilida tug'ilganman lekin. Ana, yaxshi qizlar. Qo'ylar ham bilasizmi, og'ir bosiq bo'ladi. Ya'ni o'ylab gapiradigan bo'ladi. 7 o'lchab bir kesadiganlar mana aynan shu burch ostida tug'ilganlarni aytishadi. Ha, keyin esa hayoti davomida turmush quradigan bo'lsa, aynan qo'y burch ostidagilar juda ham mehribon bo'ladi. Yo'q-e. Ha, sevgi bobida juda ham vafodor bo'ladi. Men boshqa ustida tug'ilgan bo'lsam ham xuddi shunaqaman, qarang. Shunaqami? O'xshab ketar ekanmiz qo'ylar bilan. Endi sevgiga vafodor bo'ladi deb aytganim bu eng katta yutuq qiz bolalar tomonidan. Albatta. Shuning uchun ham mana bu burch ostidagi, ya'ni o'qotarimiz bilan agar qo'yimiz birgalikda bo'lsa, bular juda yaxshi chiqishadi. Ha, bularni To'g'ri. xarakterlari juda bir-biriga to'g'ri keladi. Keyin mana bundoq qarab tursangiz, yigitimiz ham nihoyatda kelishgan, qizimiz ham nihoyatda chiroyli. Shunday. Bir-biriga mos. Endi taqdir. Taqdir to'ppa-to'g'ri. Taqdir to'g'ri kelsa, ana bu yog'i go'zal bo'ladi. Taqdir menga yog'dirganda balolar. Ha. Oyog'imdan quchganida xatolar. Onajon bormilar, onajon? Islom. Albatta borlar. Sizda ham onajon. Alhamdulillah. Ona yaxshi ne'mat bu. Ona buyuk ne'mat. Hop, ona haqida bir qanaqadir bir yaxshi fikrlar. Onangiz bilan birga yashaysizmi, Islomjon? Albatta. Agar kelinni olib ketsangiz, qayerda yashaysizlar? Kelinni olib ketsak, inshaalloh Toshkentda yashaymiz. Ona Yo'q. bilan birga. Albatta, Oilaviy oilaviy. ham Xizmatlarni Toshkentda. qilishi Oilaviy yashaymiz. juda soch. Yana bitta narsa aytib qo'yay. Ana mahallada duv gapda bir gap aytadi-yu. Aynan mana shu missistralarda eng asosiysi nima bo'ladi deydi? Ana Ukol. mana shu qizimiz xudo xolisa qo'llari yengil bo'lib, ana ukollarda, shifo berishlarda yaxshi bo'lsalar, ha, onangizga qarab mehr berib, ha, Ha, albatta Albatta. endi inshaalloh taqdir bo'lsa. taqdir bo'lsa albatta. Endi qarang, o'zi shunaqa missistrani orzu qilganmidingiz yoki chevar bo'lsin deganmidingiz, yana boshqa kasb egalarini, ha? Nima deb Albatta turmush o'rtog'ing shifokor bo'lsa, bu juda ham ajoyib. Bu yaxshi demak. Sizga ma'qul. Albatta. Shabnam, orzungizdagi yigit qanaqa edi? Orzuyimdagi yigit, endi xalqimizda gap bor. Yigitda chiroyli husni bo'lsa 40 kunda to'yasan, chiroyli tarbiya, xulqi bo'lsa 40 yilda ham to'ymaysan degan. Shuning uchun chiroyli tarbiyasi bo'lsin, odobi bo'lsin, mulohazali, qat'iyatli inson bo'lsin. Shu meni orzuyimdagi Juda yigit. chiroyli ta'rif. Aynan shunaqa yigit. Yana bitta gap aytib ket. Yana bitta gap aytmadingiz, suv ta'minotida ham ishlasin deb qo'ymadingiz-da mana. Ana mana shu ham bir Bir juda o'ziga amaki, romantik burchakka taklif qilaman sizni. O'tirib oling shu. rahmat. Shabnam, men ammangman. Ammangga ishonasanmi? Endi shunaqangi chiroyli yigit o'tiribdi. Jiddiy, qat'iyatli, so'zini ustidan chiqadigan, o'zbegimi mard yigitlarimiz shapani bir yigit o'tiribdi, endi qo'yaverasan. Menga juda yoqyapti. Voy. Harakatingni qilib qol, bola. Mani gapidan xuddi mana bunaqa deydiganga o'xshaydi. Yo sen tegasan, yo men tegaman. Qani? Amma ham yosh go'zallar-ku, nima bo'pti? Ha, Shunaqa to'ppa desalar. Yoshlarga yarashadi, chiroyli. Lekin men sizni hech kimga berib qo'ymayman. Voy. Men ham sizdan boshqasiga qiyo boqmayman, Burjiddin amaki. Voydat. Islomjon, oyingizlar qanaqa kelinni orzu qilganlar? Sizga aytganlar bu haqda? Buni aytadigan bo'lsam, balki yolg'on bo'lishi mumkin, lekin bu ayni haqiqat. Onam ham aynan shifokor qizni xohlagandilar. Ana, shifokor xohlagan ekanlar, to'g'ri kelib qoldi. Ha, bolalar qitga qarab o'tiribsizlar. Bitta oilaga bitta shifokor kerak. Albatta. Morgda ishlasa qo'rqmaysizlarmi? Nima? Morgda amaliyotlar o'tkazadigan bo'lsa, Birga qo'shilib boramiz, o'rganamiz. o'tga sizni kirgizishmasachi? Qarang, Islomjon, bular uyga borib tez yordam mashinalarida birga yurishi bor. Shunga siz qarshimasmisiz? Xursand bo'lasizmi kasbida? Endi bu kasbiy burch, buni to'g'ri tushunamiz, qo'llab-quvvatlaymiz inshaalloh. Bundan ortiq qanaqa yigit kerak Shabnam sizga? Nima kutyapsiz? Samый главный tez yordam yoningizda. Albatta. Ilm kasal bo'lmasin, ha? Islomjon, Eshitaman. bir hayotda mana ota-ona bilan birga yashayman deyapsiz. Albatta. Kelin poshsha ota-onaga yoqish uchun o'rtada kuyov bola nima vazifani bajaradi? O'rtada Hali albatta boshingizga tushsin, iloyim.
Bu shunaqa nozik mavzuda bu erkaklarda. Albatta. Ona bilan ayolni o'rtasidagi munosabatda bir xil qilib turish bu mana shu sizga bog'liq. Erkak kishiga. Bunaqa vaziyatda endi hali tushib ko'rmadim. Xudo asrasin, yomon vaziyat bo'lmasin. Albatta, endi o'zimni shaxsiy fikrimga keladigan bo'lsak, shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, har ikki tarafga ham yon bosaman. Chunki biri meni tug'ib, dunyoga keltirib, katta qilgan inson, biri meni yostiqdoshim, bir umr yelkadoshim bo'ladigan inson bo'ladi. Shuning uchun qaysidir bir tarafga alohida yon boshish bu menimcha noto'g'ri deb hisoblayman. Shunaqa vaziyatda tushuntiraman. Sizlar meni yuzim, ko'chada yurishimda, erta hayotimda meni boshimni ko'tarib yurishimga bir asos bo'ladigan insonsizlar. Shunga yarasha hayot kechiringlar deb tushuntiraman. Lekin yigit Yig'lab baraka yuboring. topsin, fikrlari terang, o'ziga yarasha. Ko'chalari ko'p ekan yigit. Bu ko'chadan bo'lmasa, bu ko'chadan yurib bo'lsa ham kirib o'sha joyga boradi. Ha, maqsadi. Aylantirib olib keldilar. O'q otarda bu, o'q O'q otar otar. ekan. O'q quvib borar ekan. Ana, yetdim-ku o'q otar burchida. Ko'p qizlarni orzusi bo'lgan xarakter bor ekan. Endi yana bir gap aytsam. Xo'sh. Mana shu bularni odatda fe'lidan kelib chiqib, bularni qanday hayot kechirishini so'rayapmiz-ku, lekin aynan bir-biriga hali biror bir savol berib, qanaqadir bir-birini aniqlattirgan joyi bo'lmadi. Shunaqami? Marhamat, gaplashinglar bo'lmasam. Gaplashib olinglar. Ayting, so'rang, nima xohlaysiz hayotda? Ana aytadi, ana anaqaga nima xohlaysan deydi, nimaga u? Mehrga nima bersin? Mehrga. Ha. Sizlar ham gaplashinglar kerak lekin. Ha. Marhamat, ketdi. Ana mehrga nima bersin sizga? Mahrga. Mahrga? Ha. Mahrni mullaga borganda aytaman. Voy, hali buni ham maqsadi aniq. Ha bu amakingizni mullada nima kami bor? Shuni aytaman-da. Xo'sh. Shabnam, siz hayotda kutgan insoningiz qanaqa bo'lishi kerak? Dunyo qarashlari juda ham keng inson bo'lishi kerak. Menimcha gapirgan gaplaridan dunyo qarashi Hozir siz kengligidan ancha-muncha aniq topdingizmi bo'ldi-yu. savolingizga javob? Qanaqa bola ekan? Ajoyib bola ekan. Oho. Ajoyib bola ekan, juda ham yaxshi bola ekanlar. Siz lekin bizga sirli qolyapsiz. Siz ham o'zingizni Ko'proq o'zingiz haqingizda ma'lumot. Rang ko'r, xon so'r. Ha. Bu qizda qanaqadir samimiylik bor. Oddiylik bor. Va haligi juda biz hayotda ko'raverib, mana sizlar ham odam haligi dunyo qarashi kengayib ketadi. Bu qizda haqiqatdan ham o'sha qiz bola nima qilish kerak bo'lsa, shu qizda fazilatlar bor. Faqat endi yigit bu yog'iga, lekin Islomjon ham juda yaxshi yigit ekan. O'zini bosgan. Emas. Ha, shunaqa. Hozir nima deyapti? Ona o'qisin, ona tarbiyali bo'lsa, bola shunaqa bo'ladi deyapti. To'g'rimi yana to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Bu gaplarga nima deysiz? Uni ustiga qizimiz ham boshida bir zo'r gapni aytdilar. Nima dedilar? Endi maqtashga kirmasin-u, lekin ota-onam qanday qiz bo'lishini xohlagan bo'lsa, men shundayman dedi. Otangiz nima kasbdalar? Men qiziqib qoldim shu savoldan keyin, to'g'risi. Dadamlar elektrik bo'lib ishlaydilar. Elektrik bo'lib ishlaydilar. Hamma energiya sizlarda ekanda. Ha, kuch Kuyov suv quvvat. ta'minotda ishlaydi, dada elektrik. Ha. Pishir kuydirdan nimalarni bilasiz? Pishir kuydirdan ham ovqat qilishni bilaman va ularni kuydirishni ham bilaman. Ya, ana. Kuydirib ham turasizmi? Sho'rvani ham kuydiraman. Sho'rvani ham kuydirib. Yo, Albatta. o'zim umuman bir chiroyli ovqat qilib. Pishir kuydirdan faqat kuydirishni bilaman. Ha, pishirish emas ekan. Mashina haydaysizmi? Mashina albatta haydayman ham, uraman ham, Hey. Va davolayman ham demadingiz. davolayman ham. Men nechtasini davolagan bo'lsam, 10tasi tuzalgan, 2tasi o'lib qolgan deb haligi. Yo'q, hali o'lmadi. Yo, siz haqiqatdan ham haligi yaxshi qiz ekansiz, to'g'risini aytyapsiz. Xo'p, eng zo'r qilgan ovqatingiz qaysi ovqat? O'zingiz qoyil qolib ketgan qilgan ovqatingizdan. Kuymagan ovqat turda. Osh qilishni bilasizmi? Nima buyurtma qilib yeb turasizlar? Qizlar bilan yotoqxonada turib. Tuxum qovuraman. Ana sariyog' bilan qovursam nisbatan shirinroq chiqadi. Demak, uncha ovqat qilishlarga xushingiz yo'q ekan. Albatta. Vaqti ham yo'q deb ularni. Islomjon, bu yoq nima bo'ldi? O'qishi qiyin. Zakaz qilamizmi? O'ylab Dastavkami? ko'ramiz. Albatta. Qaysi ovqatni yaxshi ko'rasiz? O'zim o'rgatib olarman. Ana, to'ppa-to'g'ri. Ana, Xosiyat aytadi-yu. opa, Endi Xosiyat opa, xuddi to'y bo'ladiganga o'xshaydi ikkalasi. Albatta ikkalalari menga juda ham yoqib turibdi. Ich-ichimdan xohlayapman ikkalalarini taqdiri bir bo'lsa-yu, to'y bo'lsa. Ana. Yaxshi biz ham shu bo'ladi. ich-ichimizdan devor olinsa degan fikrdamiz. Albatta. Said opam ishonch bilan o'tiribdilar. Mani o'g'limga gap bo'lishi mumkin. Islomjon, qaysi ovqatni yaxshi Ikkalasi ham ko'rasiz? zo'r. Men endi erkak kishini menimcha ovqati osh. Oshni juda ham Osh yaxshi ko'raman, ha, albatta. Bilamizmi ish qilib? Men ham yaxshi ko'raman oshni. Ha, yeyishdi. Albatta. Demak, sizlarga yana bitta xotin kerak.
biladi, osh qilishni biladi. Men o'zim anjancha osh qilishni o'rgatib qo'yaman jiyanimga. Namcha kirilasiz, jiyanim zo'r deb. Ha? Jiyanim zo'r, haqiqatdan ham qarang. Aqlli, chiroyli, kelishgan. Voy. Qaysidir bittasi kimdan bor ekan? tushing. Voy Ibrahim, kerilib tomotga chiqib oldingiz. Jiyaningiz ovqat qilishni bilmas ekan-ku. Mayli, hozir ikkalasi bir-birini ko'rsin, qani bir gap bo'lar. Voy ikkalamiz ham jiyanlarimizdan kerilsak, mamnun bo'lsak arziydi. To'g'ri. Ana. Agar bir-biringlarni devor olinsa ko'rish istarmidinglar? Albatta. Bitta savolim Bu bor. juda qiziq. Bering savolingizni. Sizni tarbiya etgan ota-onangiz qanday xarakterli insonlar? Marhamat, Islom. Otajonim rahmatli bo'lganlar, bu dunyoni o'tib ketganlar. Onam juda ham yaxshi, samimiy. Hozirda uy bekasi ishlamaydilar, pensiya yoshidalar. Hoji onalar juda ham yaxshilar. Demak, qiladigan ishingiz rosa ko'p ekan sizni. Xo'p, Mas'uliyati ko'p ekan. juda ham Albatta. qiladigan mashina haydab turamizmi? Albatta. Nima mashinada yurasiz? Nexus 3 da. Ravon Nexus 3. Mayli, yigit kishini ulovi bo'lsin. Juda ham yaxshi, bo'lmasam bir devorlarda olib ko'rsak, bular ham bir ko'z-ko'zga tushsa. Mayli, agar Ikkalasi yana bir-birini yoqtirib qolsa. yana bir Iloyim qolgan- yoqtirib Biz qolsa. ichimizdan xohlayapmiz. Men butun juda ham gruppa. xohladim. Rostdan ham bir-biriga mos. Bularga bitta bola yetishmayapti xolos. Albatta. To'y bilan. Ovqat qilishni bilmas ekansiz. Buni sababi nima? Juda ham ko'p o'qiganingizdanmi yoki xohlamaganingizdanmi? Zo'r savol. Endi bu ko'rsatuvda kamera orqali, oynai jahon orqali xonadoshlarim ham ko'radi. Hamma ovqat qilishni bilaman va doim menga qildirishlarini iltimos qilishlari mumkin. Ha, demak, hozir kelin bo'lib borsam, menga buyuravermasin deb sal o'zini tortib turibdilar. Xonadosh qizlardan ham o'zini saqlayapti. Ha. Navbat- Yigitimiz ham, qizimiz ham haligi hamma orzu qiladigan kuyovim bo'lsa shunaqa yigit bo'lsa, O'ta kelinim bo'lsa samimiy, shunaqa qiz go'zal. bo'lsa deydigan yigit qiz o'tiribdi. Iloyim ko'z tegmasin. Ayniqsa yigit menga ko'proq yoqyapti, jiyan. Aslo egilmasin erkakning boshi, ko'ksiga tegmasin g'am tuhmat toshi. Nohaqdan oqmasin ko'zining yoshi, baxt topsin ahvoli yomon bo'lmasin. Qanotsiz burgut ham ucholmas ko'kka. Oltin ham teng emas asl do'stlikka. Er yigit olishar sher bilan yakka. Yiqilib qomati kamon bo'lmasin. Dunyoda adolat o'zi bir ne'mat. Muhabbat gavhari erur g'animat. Ko'nglimni to'ldirar doim bir hikmat. Hech qachon ur yiqit zamon bo'lmasin. Erkak boshi egilib kamon bo'lmasin. Juda ham yaxshi. Men bizani mana shu milliy akademik teatrimizdan ko'nglimiz to'q. Hammasi professional ustozlar, aktrisalar ishlaydi. Hozir opa sizni yaxshi ko'radi, xalqimiz yaxshi ko'radi. Keling, mana shu yaxshi ko'rishda ichida devorda olib ko'rsak. Savol Yoshlarimiz ham bersam bir-birlarini yaxshi ko'rib Savol qolsa. bering, savol bering. Yoshlar bir-birini tezroq ko'rsin. Yo, Marhamat, Islom. Kuyov bola savol bermoqchidilar. Men hozirgi paytda kino sohasiga ham kirib kelyapman sekin-sekin. Shu masalada nima deysiz? Qanaqa qaraysiz? Kino? Kinoda Aktyor o'ynamoqchimisiz, bo'lmoqchi, olmoqchimisiz nima? Albatta. Endi boshqa soha kelibdi deb xursand bo'lib turib. Bu soha shunchaki meni hobbim, aynan aktyorlik sohasi meniki emas, shunchaki qiziqishim. Takliflar bo'ldimi rollarga? Albatta, tushib ham turibmiz. Tushib ham turibsiz, a? Albatta. Sizga kerakmi yarim aktyor, yarim suv ta'minotchi? Yigit kishiga 40 hunar oz, eplasa qo'yursinlar hammasini. Yashang. Chiroyli qizlar bilan sizdan chiroyli qizlar bilan rol o'ynasam maylimi? Ana. O'ynayversinlar. Faqatgina endi o'zlarining O'ynashib qolib tarbiyasiga ketmasin. bog'liq. Insof o'zlariga bersin. Insof deb o'zlariga. qolasiz. Endi hali ko'p aktyorlar hayotda nima deydi? Nimada rolda o'ynab turib, hayotga aylanib ketib qolish istatadi. Doktormani bu yog'iga morgda ham tanish bilishlarimiz ko'p. Ha, kechqurun keladi uyga, yotadi. Ada, siz istamaysiz oshib ketibdi, mana ukoldan bitta qilib qo'ysam tushadi deb turib, qarang, kulib yotuvdi kecha. Bo'lar. Devorlar olamiz. Marhamat, yoshlarimiz turib bir-birlariga qarab olasizlar. Romantik musiqalar ostida mana bu devorchamiz yo'qolib qoladi. Mosligini qarang. Rostdan ham yaxshi yigit va Kasb rostdan bilan ham yaxshi to'g'lab qiz. oling Islomjon. Kimidir dilbari, kimidir
haligi suygan farzandi, bular ham bizni o'zbek o'g'lonlari va qizlari. Bular ham Islomiy ham baxtli rasmini nechta qizlar sinfdoshlarimi kimdirlar yostig'ini tagida halim olib yotgandir. Men uylanmadim menga deb. bo'lishdi. Istarali yigit ekan. Va istarali qiz. Ayniqsa aktyor bo'lib ketaman deyapti. Men bularni qayerdadir ko'rganman. Istarasi issiq odam mana shunaqa Albatta. bo'ladi. To'g'rimi Nargiz? Ha, xuddi eski tanishga o'xshab Ha, ko'rinadi. istarasi issiq odamga shunaqa deyverasiz. Qayerda ko'rganman deb turaverasiz. Shabnam, sizga yigitimiz yoqdimi? Siz o'ylaganmi? Agar harakat qilsalar, kurashsalar, yoqdi. Qat'iyat. Barakalla. Chiroyli javob bo'ldi. Bularga biz faqat baxt tilaymiz. Albatta. Islomjon, harakatingizni qiling. Yaxshi yigitsiz. Albatta. Haligi jim yurib turib hammani o'ravermang. Bo'ladiganini o'rasangiz, o'sha bir o'ralib yuraverasiz. Mos juftlik, juda ham. Sizlarga ustozlarimiz ishonch bildirishdi. Mana akanglar qancha aytib turibdilar. Men xohlayapman to'yinglar bo'lishini. Qani endi xalqimiz oldida bir chiroyli to'y qilsanglar-da, uni ham ko'rsatuvga olib chiqsak. Yor degan musiqa bor. Bu odamni baxtli qilib yuboradigan musiqa. Mana yoshlar, mana mart oyida kelayotgan bahoriy yoshlarimiz. Albatta yoshlarga biz baxt tilaymiz. Mana shu bahordek ochilib, sochilib yursinlar. Bular baxtli bo'lishga haqli. Balki siz ham bu ko'rsatuvimizga kelarsiz.